Farzandingizga antibiotik berishdan oldin albatta bu videoni oxirigacha ko'rishlaringiz kerak, chunki qachondir meni ikkita farzandim bor va eng yaxshi shifokorlarga olib borish ko'pchilik uchun avtoritet. Buni yashirish kerak emas va oddiy o'sha poliklinikaga yoki o'sha qishloq punktiga olib borishdan ko'ra zo'r shifokorlarni men ham vaqtida izlaganman va eng zo'r shifokorlar eng zo'r firmadagi eng zo'r antibiotiklar bilan ishlagandek har doim qimmatini yozib bering, tez ta'sir qilsin deganmanda. Ular o'sha antibiotiklar qimmatini ikkitalab, uchtalab yozib bergan vaqtlari yaxshi bo'ladi deb berganman. Va meni kuzatuvim shuni bildiradiki, bolalarim parnikovoy bo'lib qolgan. Ya'ni 5 kun antibiotik qildik yoki ichirdik, 2 kun 3 kun o'tmasdan bitta fortochkani ochib nafas olganda ham burni bitib qolardi-da, yarim soat 1 soatdan keyin issig'i chiqa boshlardi. Ya'ni fortochkani ochgan vaqtda qanaqadir kichikgina infeksiya bilan ham immunitet kurasha olmaydigan holatga kelib qoladi. Va eng yomoni antibiotiklar ta'sirida biz har doim o'sha antibiotik so'zini ozgina tahlil qilishimiz kerak. Ya'ni ichimizdagi biomaga, tiriklikka qarshi bo'lgan narsa. Va agar virus yuqtirdimi, infeksiya yuqtirdimi, o'ldiramiz, lekin uni o'ligi qayerda qoladi va o'ldirish oqibatida o'sha mikrobiomani yemirish evaziga endi immunitet himoya qila olmaydi. U gribok bo'ladimi, virus bo'ladimi, qanaqadir bir o'sha covidni masalan virusi xudo saqlasin bo'lib qoladimi, u bola majbur bo'ladi yotib qolishga. Chunki virus ko'payadigan muhit bo'ladi va 9 yoshli qizimda oyoqlari og'riydigan bo'lgan. Antibiotik shamollashda yetmagandek betsilin qilasiz degan. Betsilin shunaqangi ukolki, uni tezda nabor qilish kerakda, tez dumbasiga urish kerak, bo'lmasa yo'qotib qoladi. U uchun eng zo'r medsestra kerak bo'lardi va o'sha medsestra kelib qilardi. Bolani oyog'i salgina qolardi-da, men xursand edim ona sifatida. Men eng zo'r ukolni qilyapman deb va eng zo'r shifokor nazoratidaman deb. Va bir kuni o'sha kichkinagina qizcha 9-8 yoshli ichki kiyimlarini yuvayotganimda xuddi mana ayollarda молочница bo'layotganda qatiq sifat jinsiy a'zolardan yig'malar chiqa boshlaganda ana u eng katta dahshatli stress bo'lgan. Men hech qachon uni antibiotik bilan bog'lamaganman. Bu yana bitta boshqa kasallik deb o'ylaganman-da. Bolalar ginekologiga olib borish boshlaganman. Bolalar ginekologi tampon qila olmaydi, vannachiga qila olmaydi, qo'shimcha yana antibiotik yozib bera olmaydi, svecha qila olmaydi. То есть o'sha yerda necha marta antibiotik oldi degan savolni birinchi marta o'sha детский ginekolog bergan. Men даже antibiotiklar shu darajada ziyon keltirishini bilmaganman o'sha vaqtlari. Ichkaridagi mikrobiomani tiklash uchun kamida biza 2 yil, 3 yil vaqtimiz ketgan. Ya'ni antibiotik berishdan oldin siz bolangizni tanasiga yoki o'zingiz ichyapsizmi, o'sha tanangizni qayerini qirib tashlayotganingizni ongli ravishda anglagan holda antibiotik berishingiz kerak. Umuman olganda hozir biz antibiotik ishlatmaymiz. Домашний doktorlar juda ko'p. Gvazdika bor, koritsa bor, oddiy lavr bargi bor. Ya'ni virusni organizmdan chiqarish uchun uni qirish kerak emas. Immunitet yaxshi aylanishi uchun oddiy suv berish kerak va immunitet suv bilan o'zi virusni olib chiqishi mumkin ekan. Bu narsani afsuski 10 yil keyin bilganman. Ungacha juda ham ko'p ukollar, juda ham ko'p patirday bo'lib ketardi boyagi dummalari. Chunki bir oyda 3 martalab, bir oyda eng kamida 2 martalab antibiotiklar olganmiz. Bu narsa hozirgacha bolamiz sog'ligida seziladi. Chunki ichak mikrobiomasi shunaqangi tirik narsaki, u sal ifloslanishga srazu reaksiya beradi.